Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz threadlar, ya'ni oqimlarga bag'ishlangan. Darsimizda oqimlar bilan dasturlash muhitida ishlash usullarini, asoslari bilan tanishib chiqamiz. Protsesslar va oqimlar bir-biri bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar hisoblanadi. Ular ikkisi ham ma'lum ketma-ketlikda bajarilishi lozim bo'lgan ko'rsatmalar ketma-ketligi hisoblanadi. Ma'lum protsess va oqimlardagi ko'rsatmalar parallel tarzda ham bajarilishi mumkin. Protsesslar operatsion tizimda yashaydi. Ya'ni foydalanuvchi ishlatib yuborgan dasturlarning har biri o'z protsessiga ega bo'ladi. Demak, har bir ishlab turgan dastur bu alohida boshqalardan ajratilgan protsess hisoblanadi. Oqim esa protsessning ichida bo'ladi. Har bir protsess bir yoki bir nechta oqimlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Demak, oqim deb bir protsess ichida o'zi alohida ishlovchi jarayonga aytiladi. Har bir oqim boshqa oqimlardan alohida ishlaydi, ya'ni ajratilgan, izolyatsiya qilingan bo'ladi. Yagona oqimli dasturlarda dasturning protsessi ichida bitta oqim ishlaydi. Ko'p oqimli dasturlarda esa bir dasturning protsessi ichida bir qancha oqimlar bo'ladi va ularning barchasi o'zlari ishlab turgan yagona muhitdan, ayniqsa xotiradan barchalari birgalikda foydalanishadi. Bu esa ko'p oqimlilikning afzalliklaridan biri hisoblanadi. Masalan, bitta oqim backgroundda, ya'ni orqa fonda ma'lumotlarni olish bilan band bo'lib turgan vaqtda, boshqa oqim o'sha ma'lumotlarni olinishi sayin ularni foydalanuvchiga ko'rsatib berish bilan shug'ullanadi. Bunday ma'lumotlar ikkala oqimlar uchun shared state, ya'ni umumiy holatdagi ma'lumotlar deb ataladi. Konsol, WPF, Windows Forms yoki Metro turidagi dastur ishlatib yuborilganda, u operatsion tizim tomonidan avtomatik tarzda tuzilgan asosiy oqimda, ya'ni main threadda yoqiladi. Shunday tarzda dastur o'z hayotini yagona oqimli dastur sifatida o'z oqimida o'tkazadi, toki dasturchi bevosita yoki bilvosita boshqa oqimlarni tuzmagunga qadar. Bilvosita deyilganda, Clear muhiti xotirani tozalashda ishlatuvchi garbage collection va finalization jarayonlari uchun alohida oqimlarni avtomatik tarzda tuzishi nazarda tutilmoqda. Keling, oqimlar bilan ishlashni amaliyotda o'rganamiz. Bugungi darsimiz uchun men konsol turidagi dasturni tayyorlab qo'ydim. Threadlar bilan ishlashlik uchun system threading nomlar makonini using yordamida qo'shib qo'yish kerak bo'ladi. Yangi oqim tuzish uchun thread klassiga mansub bo'lgan obyekt tuzish kerak bo'ladi. Yangi oqimni ishlatib yuborishlik uchun esa o'sha obyektning start metodi chaqiriladi. Thread klassining eng sodda konstruktori argument sifatida bitta thread start delegatini qabul qiladi. Bizning holatda threadning argument sifatida write_y metodi berib yuborilmoqda. Keling, dasturni ishlatib tekshirib ko'ramiz. Natijada x va y simvollari konsolga tartiblashtirilmagan holatda chiqarilganligini ko'rib turibmiz. Kodni bajaradigan ishini o'rganamiz. Bu yerda eng avvalo thread klassiga mansub bo'lgan t obyekti e'lon qilinmoqda. E'lon qilish joyida threadning konstruktoriga write_y metodi berib yuborilmoqda. Oqim obyektining name xossasiga oqimning nomini berib yuborish mumkin. Bizning holatda oqimning nomi sifatida write_y oqimi deb berildi. Oqimning nomini belgilash bu ixtiyoriy. Bu narsa debugging vaqtida kerak bo'lishi mumkin. Oqimlar haqidagi ma'lumotlarni Visual Studio'dan threads oynasidan ko'rish mumkin. Keyin t obyektining start metodi chaqiriladi va shunda write_y metodi ishga tushiriladi. Write_y metodini ko'ramiz. Unda konsolga avvalo hozir ishlab turgan oqimning nomi chiqariladi. Demak, thread klassining current thread static xossasi orqali hozir ishlab turgan oqim haqida ma'lumot olish mumkin. Undan so'ng for siklda 1000 marotaba y simvoli konsolga chiqariladi. Shu vaqt orasida asosiy oqimda, ya'ni main oqimida yana boshqa sikl bajarilmoqda. Bu siklda esa konsolga x simvoli 1000 marotaba chiqarilmoqda.
Bu jarayonni ekrandagi rasmdagiga o'xshab tasvirlash mumkin. Yagona yadrolik kompyuterlarda parallellikni ta'minlash uchun operatsion tizim har bir oqim uchun alohida vaqt bo'laklarini ajratishi kerak bo'ladi. Ko'p yadrolik yoki ko'p protsessorli kompyuterlarda esa ikkita oqim haqiqatdan ham parallel tarzda alohida yadrolarda yoki protsessorlarda bajarilishi mumkin. Ammo ushbu dasturimizdagi natija ko'p yadroviy kompyuterda ham, bitta yadrolisida ham xuddi shunday bo'laveradi. Buning sababi konsol turidagi dasturlarni parallel so'rovlar bilan ishlash mexanizmiga bog'liq. Ishlab turgan oqimning isLF xossasi toki oqim tugallanguniga qadar true qiymatiga ega bo'ladi. Oqimni tuzish vaqtida uning konstruktoriga berib yuborilgan delegat bajarib bo'lgan vaqtda oqimni bajarilishi ham tugatiladi. Bir oqimdan boshqa oqimni tugashini kutib turmoqchi bo'lsangiz, buning uchun join metodidan foydalanish mumkin. Uni tushunish uchun keling ikkinchi misolga nazar tashlaymiz. Birinchi misolni sharhlab qo'yib, ikkinchi misolni sharhdan ochamiz. Bu yerda ham thread klassiga mansub bo'lgan T2 obyekti e'lon qilinmoqda. Uning konstruktoriga go metodi berib yuborilmoqda. Undan so'ng oqimni start metodini chaqirib boshlab yuboriladi va konsolga shu zahotiyoq T2 oqimi boshlandi degan yozuv chiqariladi. Keling go metodini ko'rib chiqamiz. Go metodida konsolga B simvoli 1000 marotaba chiqarilishi yozilgan. Shundan so'ng T2 oqimining join metodi chaqirilmoqda. Demak, bu yerda konsolga avvalo T2 oqimi boshlandi degan yozuv chiqariladi. Keyin 1000 marotaba B simvollari chiqariladi. Chunki T oqimi ishlatib yuborilganda go metodi chaqiriladi. Undan so'ng konsolga T2 oqimi tugadi degan yozuv chiqariladi. Keling dasturni ishlatib tekshirib ko'ramiz. Natijani ko'rib turibmiz. Demak, oqimning join metodi chaqirilsa, chaqiruvchi oqim ishlatilishi to oqimning ishi bajarib bo'lguniga qadar to'xtatilib turadi. Join metodini bajarilishiga xohlasak timeout ham belgilashimiz mumkin. Bunda agar oqim timeout yetib kelguniga qadar o'zi tugatilsa, join metodi true qiymatini qaytaradi. Aks holda, ya'ni berilgan timeout mobaynida ham oqimni bajarilishi tugallanmagan bo'lsa, join metodi false qiymatini qaytaradi. Keling join metodining chaqirilishini sharhlab, uni timeout bilan chaqirilishini sharhdan ochamiz. Ya'ni bu yerda join metodiga 10 millisekundlik timeout bilan chaqirilmoqda va uni natijasini konsolga chiqarilmoqda. Natijani tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganimizdek, bu safar T2 oqimi bajarilishi 10 millisekundlik timeout oralig'ida tugallanmaganligi uchun konsolga join metodi false qiymatini qaytarganligi chiqarildi. Thread sleep metodini chaqirib, hozirgi ishlab turgan oqimni ma'lum vaqtgacha to'xtatib turish mumkin. Ikkinchi misolni sharhlab, uchinchi misolga o'tamiz. Sleep metodiga to'xtab turish vaqtini xohlasak time spandan foydalanib, xohlasak millisekundlardan foydalanib belgilashimiz mumkin. Birinchi misolda sleepning timeout vaqti time spandan foydalanib 3 sekund miqdorida belgilanmoqda. Ikkinchisida esa 500 millisekund miqdorida belgilanmoqda. Dasturni ishlatib ko'ramiz. Demak, 3 sekund kutdi va 500 millisekund. Natijani ko'rib turibmiz. Biron bir oqim sleep yoki join yordamida to'xtatib turilgan vaqtda u oqim blokirovka qilingan hisoblanadi. Blokirovka qilingan oqim o'zi egallab turgan proses vaqtini aytib beradi va u oqim to blokirovka qilinish vaqti tugallanguniga qadar protsessor vaqtini egallamaydi. Oqim blokirovka qilingan vaqtda yoki blokirovkadan ochilgan vaqtda operatsion tizim kontekst switch jarayonini bajaradi. Bu narsa 1 yoki 2 mikrosekundlik biroz qo'shimcha sarfga sabab bo'ladi. O'z yashash davridan ko'p vaqt oralig'ini
biron bir narsani bajarilishini, tugatilishini kutishga sarflovchi jarayon IO bound, ya'ni kirish chiqishga bog'langan deb ataladi. Bunga web sahifani yuklab olinish jarayonini yoki konsol klassining readline metodini chaqirilishi yorqin misol bo'lishi mumkin. Chunki readline metodi chaqirilganda foydalanuvchi biron bir klavishani bosishini kutib turiladi. IO bound jarayonlari asosan kirish chiqish bilan bog'liq bo'ladi. Ammo thread sleepni ham IO bound jarayoniga misol qilib keltirish mumkin. Bundan farqli o'laroq, o'z vaqtini asosan har xil og'ir resurslarni talab etuvchi ishlarni bajarishga sarflovchi jarayon esa compute bound, ya'ni hisoblashga bog'langan jarayon deb ataladi. IO bound jarayoni ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchisi, u ishlab turgan oqimni tugallanishini sinxron tarzda kutib turadi. Console readline, thread sleep yoki thread join kabi. Ikkinchisi asinxron tarzda ishlaydi. Bunda ishlab turgan oqim bajarib bo'lishi bilan darhol ishga tushib ketuvchi callback qo'llaniladi. Sinxron tarzda kutuvchi IO bound jarayonlari o'z yashash davrini asosiy vaqtini aksarini oqimni blokirovka qilishga sarflaydi. Bu yerda oqimni blokirovka qilish ham resurslar taraflama qaralganda bepul narsa degan xulosa chiqmasligi lozim. Chunki har bir oqim xotirada yashash davrida 1 megabayt atrofida joyni egallaydi. Shuning uchun ham minglab parallel ishlarni bajarishga mo'ljallangan dasturlarda oqimlarni blokirovka qilish mexanizmidan foydalanish muammoli bo'lishi mumkin. Uning o'rniga bunday dasturlarda oqimlar bir-birini kutishi uchun callback usulidagi yondashuvdan foydalanish samaraliroq bo'ladi. Clear muhiti har bir oqim uchun alohida xotira stekini beradi va shuning sababidan unda e'lon qilingan o'zgaruvchilar hammasi bir-biridan ajratilgan holda bo'ladi. 4-misolda biz metodning ichida lokal o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Keyin metodni parallel tarzda ham asosiy oqimdan, ham yangi oqimdan chaqiramiz. 3-misolni sharhlab qo'yib, 4-misolga o'tamiz. 4-misolda ham yangi thread tuzilmoqda. Uning konstruktoriga go2 metodi berib yuborilmoqda. Demak, yangi oqim boshlanganda go2 metodi ishga tushadi. Metodi chaqirilishi bilan shundan so'ng asosiy oqimdan ham go2 metodi chaqirilmoqda. Go2 metodini ko'radigan bo'lsak, unda konsolga savol belgisi 5 marotibagacha chiqarilishi yozilgan. Demak, cycles o'zgaruvchisi e'lon qilinib, to uning qiymati 5 dan kichkina bo'lgunga qadar konsolga savol belgisi chiqariladi. Demak, misolning mohiyati esa mana shu go2 metodini ikkita oqimdan chaqirilishida. Keling dasturni ishlatib buni tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganimizdek, konsolga 10 ta savol belgisi chiqarildi. Buning sababi go2 metodi ikkala oqimdan chaqirilganligi uchun ikkala oqimlar xotiralarda cycles o'zgaruvchisining alohida nusxalari tuzildi. Demak, go2 metodida cycles o'zgaruvchisi bor. Ikkala oqim uchun mana shu o'zgaruvchini alohida nusxasi tuzildi. Shuning uchun ham har bir oqimdan konsolga 5 tadan savol belgisi chiqarildi. Agarda bir nechta oqimlar bitta o'zgaruvchi bilan ishlasa, u o'zgaruvchi oqimlar uchun umumiy bo'ladi. Buni 5-misolda ko'rishimiz mumkin. 4-misolni sharhlab 5-misolga o'tamiz. Ko'rib turganimizdek, go3 metodi yangi t3 oqimidan ham, asosiy oqimdan ham chaqirilmoqda. Go3 metodini ko'ramiz. Unda if shartida dan o'zgaruvchisining qiymati tekshirilmoqda. Agarda u false bo'lsa, konsolga dan yozuvi chiqariladi va dan o'zgaruvchisining qiymati true ga o'giriladi. Go3 metodi birdaniga ikkita oqimdan chaqirilayotganligi uchun uni birinchi bo'lib chaqirgan oqim konsolga dan yozuvini chiqarilishiga sabab bo'ladi va dan o'zgaruvchisining qiymatini true ga o'zgartiradi. Ammo go3 metodini ikkinchi oqim chaqirganda dan o'zgaruvchisining qiymati true ga o'zgarib qolgan bo'lishi ham mumkin yoki hali o'zgarmagan bo'lishi ham mumkin. Dan o'zgaruvchisi ikkala oqimga ham umumiy o'zgaruvchi hisoblanadi.
ikkala oqimga ham ko'rinadi. Ushbu dasturdagi oqimlarga aloqador bo'lgan muammoni tushunib olishlik uchun dasturni 3-4 marotaba ishlatib, uni ishlashini yaxshilab kuzatamiz. Ko'rib turganimizdek, bu safar dan yozuvi 2 marotaba chiqarildi. Yana ishlatamiz. Yana ishlatamiz. Bu safar esa 1 marotaba chiqarildi. Guvohi bo'lib turganimizdek, dan so'zi konsolga ba'zi vaqtlarda 1 marotaba, ba'zi vaqtlarda 2 marotaba chiqarilmoqda. Bu misoldan yana bir konseptni bilib olishimiz mumkin. Ya'ni oqimlar xavfsizligi tushunchasi. Misoldagi natija noaniq. Muammo shundaki, bir oqim if shartiga kirishni endi boshlagan vaqtda ikkinchi oqim writeLine metodini chaqirayotgan bo'lishi mumkin. Ushbu misolimiz bizga ko'p oqimlilik olamidagi muammolardan birini ko'rsatib berdi. Hozir biz muammoni locking yordamida hal qilish usulini ko'rib chiqamiz. Muammoni hal qilishning yo'llaridan biri lockdan foydalanish. Buning uchun C# da lock kalit so'zi ishlatiladi. Keling, 5-misolni sharhlab 6-misolga o'tamiz. Oltinchi misol ham xuddi 5-misolni o'zginasi. Faqatgina bu yerda metodning ichida lockdan foydalanilgan. Bu yerda ko'rib turganimizdek, yuqorida klassning o'zida dan o'zgaruvchisi ham, lock obyekti ham klassning o'zida e'lon qilingan. Barcha threadlar uchun ham umumiy obyektlar. GoTour metodini ko'radigan bo'lsak, bu yerda lock kalit so'zi ishlatilgan. Demak, lock yordamida locker obyektiga blokirovka qo'yilmoqda va qolgan shart mana shu lock blokining ichida bajarilmoqda. Lock obyekt sifatida esa har qanday reference turidagi obyekt bo'lishi mumkin. Bizning holatda bu locker obyekti. Demak, agar ikkita oqim bir vaqtning o'zida lockga to'g'ri kelib qolsa, oqimlardan biri to o'sha lock obyekti bo'shatilguniga qadar blokirovka holatida bo'lib turadi. Bizning holatda ham ushbu lock sababli if bloki bilan bir vaqtning o'zida faqat bitta oqim ishlay olishini kafolatlanadi va natijada dan so'zi konsolga faqat 1 marotaba chiqariladi. Mana shunday tarzda ko'p oqimlilik tufayli kelib chiquvchi holatlardan himoyalangan kodni thread safe, ya'ni oqimdan xavfsiz deb ataladi. Locklashni oqimlardan xavfsizligini ta'minlashdagi eng zo'r vosita deb atab bo'lmaydi. Chunki lock qilish kerak bo'lgan o'zgaruvchini esdan chiqarib qo'yish mumkin. Bundan tashqari, locklash sababli deadlocking muammosi ham kelib chiqishi mumkin. Keyingi misolga o'tamiz. Ba'zi vaqtlarda oqimda ishlatiluvchi metodga argumentlarni berib yuborish kerak bo'ladi. Buni amalga oshirishning eng oson yo'li bu lambda ifodasidan foydalanish. Bunday kodni 7-misolda ko'rib turibmiz. Mana shunday tarzda metodni xohlagancha argumentlar bilan chaqirish mumkin. Dasturni ishlatib ko'radigan bo'lsak, konsolga T5 oqimdan salom degan yozuv chiqarildi. Ya'ni bu yerda oqimni konstruktoriga lambda ifodasi yordamida print metodini unga string qiymatini berilishi bilan chaqirilishi yozilgan. Ya'ni print metodi bitta string turidagi argumentni qabul qiladi. Unga berilgan argument qiymati konsolga chiqariladi. Demak, print metodini ko'radigan bo'lsak, uning ishi faqatgina unga berilgan argumentni konsolga chiqarishdan iborat. Ba'zi vaqtlarda oqimni boshqa oqimdan biron bir xabar olishini kutib turish kerak bo'ladi. Bu narsa signaling, ya'ni signal berish deb ataladi. Signal berishning eng sodda yo'li bu manual reset event hisoblanadi. Manual reset eventning waitmon metodi chaqirilsa, ishlab turgan oqimni vaqtinchalik blokirovka qilib qo'yish mumkin. Qachonki manual reset eventning set metodi chaqirilsa, ya'ni signal berilsa, oqimni ishlashi yana davom etadi. 8-misolda manual reset event bilan ishlashni ko'rib chiqamiz.
Bu yerda manual reset event turiga mansub bo'lgan signal obyekti e'lon qilinmoqda. Undan keyin yangi oqim obyekti tuzilib, uning bajaradigan ishi lambda ifodasi yordamida yozilgan. Jimjimador qavslar ichidagi kod start metodi bajarilganda ishlatib yuboriladi. Demak, start metodi bajarilishi bilan avvalo konsolga signalni kutyapman degan yozuv chiqariladi. Keyin signal obyektining wait1 metodi chaqirilishi bilan ushbu oqimning bajarilishi to'xtatib qo'yiladi. Shu vaqtda oqim bajarilishi thread sleep metodi yordamida 2 sekundga to'xtatilib turadi. Shundan so'ng asosiy oqimdan signal obyektining set metodi chaqiriladi va to'xtatib qo'yilgan oqimga ochiq signali beriladi. Shundan so'ng to'xtatilgan oqim o'z ishini yana davom etadi. Demak, set berilishi bilan oqimni davom etishi signal dispose ga keladi va bu yerda signal obyekti xotiradan o'chirib tashlanadi. Undan so'ng konsolga signal oldim degan yozuv chiqariladi. Shuning bilan oqimlar asoslariga bag'ishlangan darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.